Opajon, kuzatuvchilarimizga qisqacha ma'lumot bering. Qisqacha ma'lumot, bu torpeda, bu mo'jiza torpeda. Mo'jiza torpeda deganimiz sababi qonni maksimal darajada suyultiradi va tozalaydi. Gepatit A, B, C, D ni ketkazadi, jigar faoliyatini yaxshilaydi, jigar shishlarini ketkazadi, yurak, tromb, yurak ishemiya bo'lgan taxikardiya, aritmiya hammasini tuzatadi. Keyin gepatit A, B, C, D larni hammasini yo'qotadi, hattoki D ni ham yo'qotyapti. B ni ham butunlay nol chiqyapti. Keyin psoriaz, teri tanosil kasalligi bor-ku, o'shalarni hammasini yo'qotyapti. Masalan, psoriaz, chisotka, keyin har xil qichima kasalligi, mana shunaqa kasalliklarni ham mana shu torpeda butunlay yo'qotyapti. Egzema bo'lgan insonlar tuzalib ketyapti. Keyin yana ayollar kasalligi bor. Jenskiy kasallik, mioma, kista hammasini yo'qotyapti. Ya'ni ketkazib beryapti, davolab tashlayapti. Keyin ko'krakda bo'ladigan fibrozning, kistozning mastopatiya bor. Bu mana shu torpeda davolab beryapti. Keyin yana gijjalar bor insonda. Gijjalar, ana shu gijjalarni ham mana shu torpeda bolajonlardan mana shu torpeda ketkazyapti. Keyin yana o't qopida tiqilimlar bo'ladi, izjoga bo'ladi, anaqalar nima deydi? Ovqat hazm bo'lmasligi bo'ladi. Ana o'shalarni ham davolaydi. Keyin yana rak kasalligi bor, onkologiskiy. Onkologiskiy kasallikni ham davolayapti bu. Yana hamma sochni o'stiradi. Ayniqsa ichgan odam sochi o'sib chiqyapti. Baquvvat, yaxshi, qop-qora soch o'sib chiqyapti. Oq sochlar qorayapti. Nega men yoshartiradi deyapman? Oq sochlar qoraygandan keyin inson yosharadi-yu. Nafaqat buni bitta so'z bilan aytganda organizm yoshartirib beryapti. Bu kakras o'zimga ham kerak ekan. Hozirdan sochlarim oqarishni boshladi. Dastlabki xizmatlari bor-a? 12 bor, dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana bitta nomerimiz bor, 99lik 440 66 64 raqamiga Telegramga saqlanib qilib lichkaga yozib yuborishadi. Menga torpeda kerak deb yozsa, lichka orqali nima deydi, yetkazib beriladi. BTS pochta orqali yetkazib beriladi. Tushunarli. Azizlar, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Hozir o'zimga ham berasiz, chunki sochlarimda oq bor, hozirdan sochim oq tushgan. Organizm bari hammada shamollash bo'ladi, bilasiz. O'zimiz yosh ko'ringan bilan organizm baribir charchaydi, bora-bora. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, chunki men o'zim hozir oilamga ham olaman bu narsani. O'zim ham masalan iste'mol qilib, sizlarga ham tavsiya qilaman. Azizlar, qo'ng'iroq qilinglar, dastlabki xizmatlarim bor ekan, like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.